Dünyadaki eng baxtlik ayol. Birinchi bab. Umidvor bo'ling. Mayli siz bo'ron chapqun, qor yomg'irda qiling, hamon umidvor bo'ling. Marhaba. Ixlos mallar, marhaba. Ro'zador, namozxonlar, marhaba. Marhaba, oliy janob, donishmandlar, marhaba. Hijob kiygan o'z ayollar, marhaba. Uyg'oq, oqil, olimalar, marhaba. Sadoqatman, mehribon, tuz ayollar, marhaba. İzdab Allah roziligini, tilab afu mag'firat, haq ustida ching turgan savrchanlar, marhaba. Allohni aslaydigan, Allah deb tovlaydigan shukurchanlar, marhaba. Asiya, Maryam, Xadija izini bo'ylaganlar, marhaba. Arslanlarni cho'nqigan parvishkorlar, marhaba. Axloq xazinadorlari, qaravullari, xush keldinglar, marhaba. Allohga hurmat, qonunga rioya qiladigan qiz cho'konlar, marhaba. Ha, go'zal tabassumingizni namoyon qiling. Illiqlik, do'stlik tarqiting. Yiqishliq so'zlaringiz bilan islomiy do'stlik barpo qilib, o'ch adovatni yuying. Kishini mamnun qiladigan xayr ehson qiling. Kambag'alni xursand qiling. Ochni to'yg'izing. Hamisha Qur'on bilan birga bo'ling. O'qing. Ichidagi vaz nasihatlarni tafakkur qiling. Uni hayotingizdagi kompasga, apuga erishdiki vositaga aylantirib oling. Allohni ko'p yod eting. Üzüldürmey duo qiling. Bütün vujudingiz bilan tavba qiling. Allohning apu rahmatini tilang. Balalaringizni islom yo'lida cho'ng qiling. Ularga sunnatni o'rgating. Ularni manfaatlik ishlarga boshlang. Esil, salobatlik kiyining. Allohning buyrug'ini o'rinlang. Hijoblanish bo'lsa, o'z-o'zini qo'g'dash usuli. Allohdan ayminadigan, islomni qizg'in so'yadigan, axloqni ulug'laydigan ayollar bilan do'stlik o'rnating. Ota-onalarga hurmat qiling. Urug' tuqqanlarni yo'qlang. Xulum qo'shnilarni hurmatlang. Yetim yesirlarga g'amxo'rlik qiling. Manfaatli kitoblarni o'qing. Yo'q. Manfaatsiz ishlarni qo'g'lashmang. O'ch ilishqa banit bo'lmang. O'rinsiz talash tartishlarga vaqtingizni isrof qilmang. Mal dunyoni sog'lomlik, xo'shallik, shirin uyqu va ko'ngil xotirjamlikdan muhim o'ringa qo'yib olmang. Boshqalarning aybini ko'chilamang. G'ayvat qilib o'zgalarni nobud qilmang. O'zingizning xatoligini bo'lsa, asla unutmang. Moddiy huzur halovatga dum tushmang. Ko'ngil xohishiga qul bo'lmang. Past odamlar bilan aralashmang. Quruq ishlarga vaqt isrof qilmang. Shaxsiy tozalik va uy ichining pokiz, radlik bo'lishiga sal qaramang. Uy ishlarini qalaymaqon qilib etmang. Haraq ichmang, tamaki chekmang. Angliq holda barliq iflosliklardan neri turing. O'tgan ishlarga salovat deng. Ilgirki xatoliklar ichiga o'zingizni qamvanmang. Oxiratda bo'ladigan ishlarni unutmang. Uning uchun tirishib ishlang. Harom narsalarga pul xarjlamang. Halol narsalarni isrof qilmang. Taat ibodatga sal qaramang. Cho'nqur o'ylaning. Esingizda bo'lsin. Sizning Parvardigoringiz apu so'rg'ishlarni apu qiladi. Tavba qilg'ishlarning tavbasini qabul qiladi. O'zi tarafga qaytqushlarga yo'l beradi. Ojizlarga mehribonlik bilan muomala qiling. Xushal bo'lasiz. Muhtojlarga yordam qiling. Qanoat topasiz. Hasaddan yiroq turing. Sog'lom bo'lasiz. Umidvor bo'ling. Chunki Alloh siz bilan birga. Farishtalar siz uchun duo qiladi. Jannat sizni kutmoqda. Ko'z yoshlaringizni surtib eting. Rabbingizni qizg'in suying. G'am qayg'ularingizni qo'g'lang. Alloh sizga ato qilgan ne'matlarni aslang. Bu dunyo hech kimga to'liq vafo qilgan emas. Yer sharida hamma ish kutganidek chiqadigan g'am qayg'usiz birmi inson yo'q. Tash atqanga meva tashlab beradigan baraqsan o'sgan daraxtdek yashang. Dard pig'anning yo'qotganni qaytirib kelganligini anglab boqqanmisiz? Yoki qayg'u hasratning xatoligini tuzatganini? Undaq bo'lsa, dard pig'an qayg'u hasratga ne hojat? Sinoq va musibatni tilamang. Tinchlik, amonlik, tan saqliqni tilang. Sizga azor bergan barcha kishilarni afu qiling. Qalbingizdagi qisos o'tini o'chiring. Tartiblik yuyinish, tahorat, misvak,
barcha baxtsizlik va g'am andisini saqaytadigan yaxshi dori. Səmіңizdə bolsun. Həsəl hərsidək xushpıрақ güllərə, yap-yeşil şaxlarga qo'ning. Sizdə boshqalarning kamchilikini va aybini izlaydigan vaqt yo'q. Allah siz bilan birga bo'lsa, kimdan qo'rqsiz? Allah sizga qarshi bo'lsa, kimdan umid kutasiz? Hasad o'ti tiningizni nobud qiladi. Chekdan oshgan havas shiddat portlagan vulqonga o'xshaydi. Mubodo bugun tayyorlik qilmasangiz, erta hech ishni qilolmaysiz. Quruq gap bo'lgan joydan ostig'ina ketib qoling. Fazilatingiz ham pozitsiyangiz chimanlikdan bakrak go'zal bo'lsin. Ishni yaxshi qilish sizni eng xushal odamga aylantirdi. Kishilarni ularning yaratquchisiga topshiring. Hasadni o'limga qoldiring. Raqiblaringizni unutib keting. Harom ishlar ilib kelgan mag'rurlik chuqumki pushaymon, ziyon va jazoga hamroh.